bu yil 2025-yil katta ehtimol bilan qanaqadir trend darajasiga chiqadigan parfyum. Anchadan beri bunaqa yo'nalishda obzor qilmayapti. Ko'pchilik bilgan Ganymede, Louis Vuitton Imagination, misol uchun ko'pchilik bilgan Creed'lar va hokazo shunga o'xshagan yo'nalishda qanaqadir ma'noda Stefanoli ham chiqdi-yu. O'sha yo'nalishda sizlarning qalbingizdan joy oladigan ikki jins, ya'ni erkak va ayollar uchun universal bo'lgan parfyumni obzor qilamiz. Juda ham qiziq. Hop, esga solish maqsadida bitta narsani ko'rsataman. Wilhelm Parfumers'dan Mango Skin bo'lardi, esingizda bo'lsa. Shu brendga tegishli bo'lgan parfyumi, flakoni bu ko'rinishda bo'lardi, esingizda bo'lsa. Hop qolarim magnitli. Shu mango bilan tabiatda o'rmonni hidini qilib bergan. Parfyum bu haqida emas. Buni yangi avlodi 2025-yil chiqdi. Chiqqandan haqiqatan qiziq chiqdi. Biza xohlayotgan stoiks, atrofga urish, ifor jihatidan juda ham qiziq. Ya'ni qimmat lineykaning ichida yangilik. Wilhelm Parfumers'dan Sun City juda ham zo'r chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Flakonlarini ham o'zgartirildi. Buni o'zi sotuvga chiqargan edik. Ya'ni klientlardan o'tib yig'ib bo'ldim. O'zim ham test tariqasida sepdim. Magnitli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hop. Buni bir chekka qo'yib turamiz. Lekin zo'r chiqarib qo'yibdi. Anchadan beri bunaqa yo'nalishdagi parfyumlar kam chiqayotgan edi. Ko'pchilik bilgan yo'nalish. Hop, kelinglar. Birinchi parfyumni sepaman. Emotsiya bilan xudo xolis tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Ajoyib. Yangi pishgan ananas bitta bo'lasizlar, suvli ananas. Haqiqatda ananas bo'lganda, misol uchun gumi qaniydi, tizani tereza ham deydi. Gumini ko'pchilik bilardi, bunda qattimroq edi, sal dag'arroq ananas. Yo'q, bunda haqiqiy ananas shuni ikkiga bo'lib turish, suvni bunday siqasizlar, sochni ananas bilan kelyapti. Bitta parfyum eslatadi. Qaniydi? Mark Antoine Barrois Ganymede bilan mix qilingan ananas hidi. Esingizda bo'lsa, men juda ham ko'p parfyumlarni oxirgi paytda mix tariqasida tushuntirib o'tdim. Mana bu avloddan 2025-yil ham trend bo'layotgan hidni ananas bilan mix qilgan. Qisman koja ham bor. Koja, ananas, azizgina sitrus mandarinmi, apelsinmi shunga o'xshashroq hid, lekin men buni ancha boyitilgan, umuman boshqa yo'nalish. Ganymedni yaxshi ko'rgan auditoriya uchun buni sevib qolasizlar. Olinglar, foydalaninglar. Men buni sigaret chakkan joylar bo'ladi, shunaqa bab oshnagoylar bo'ladi. Shu joyi o'zida ham bizib yubordi-da. Gumbullashlari menga yoqdi. Endi bulardan zerikdinglarmi? Yangilik mana sizlar uchun 2025 da olib foydalansanglar bo'ladi. Qaranglar. 5 mg ko'rinishda proba sifatida olib ko'raman desanglar, 5 grami 400 ml. Где-то bir 30-35 marta sepish ketadi. Yana bitta ma'lumot aytib ketaman. Buni olib turib, yaqin masofadan olib turib, kamida bitta tochka bu yoqqa sepasizmi, bu yoqqa sepasizmi, kamida 1, 2, 3 qilib sepganinglarda bundan bitta sepgandek bo'lasiz. O'shani hisobga olasizlar. Ko'pchilik mana shu probnikka oladi-da, bunday qilib turib uzoqdan bitta pishik qiladi, pis qilib kelguncha yarimda qolib ketadi u. Bundan 1, 2, 3 qilishadi, xuddi men bundan sepdim deb bo'lashadi. Yo'q, bu probniklarni olgandan keyin yaxshilab foydalaning. Buni nimaga olinadi? Test qilib ko'rish, ya'ni atir sizga yoqadimi, tushadimi, o'shani bilish uchun. Boshim ortib qo'yadimi, shunga o'xshagan savollar bo'ladi. Shu savollarga javob tariqasida, ya'ni budjetinglarni saqlab qolish uchun haqiqatan shu emotsiyani beradimi, yo'qmi? Xudo xolis olganinglardan keyin izohlar bo'limida o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Agar mabodo olib foydalangan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, bizda parfyum ishqibozlari juda ko'p. O'zingizning fikringizni yozib ketinglar. Haqiqatan qanaqa emotsiya bo'lgan. Kirgan odam uchun baribir izohlar bo'limiga kiradi. Qiziq bo'ladi baribir. Izohinglarni kutib qolaman.